Allahumma hadal fidai dammuha bidammi. Shuni chap tarafimizdagi masjidni ko'rsalar-ku, ana shu masjid Masjidi Hayf. Tarixini aytaman. Mana 4 qator beton bilan qo'yilgan bor chap tarafimizga. Ko'ryapsizmi? Ana shu jamarot, shaytonga tosh otadigan joy. Mana shu 4ta oldin sharoiti uncha emasdi, hojilar azob chekandi. Hozir mana shu qarang, o'ng taraflariga qaranglar, haymalar tog'larning ichi bilan. Misol deylik 5 million, 6 million, 7 million odam bo'lsa agar, hammasi mana shu yerga vuquf qilib, keyin mana shu yerga shaytonda 3 ta shayton, Sug'ro, Wusto, Kubro, mayda shayton, o'rta shayton, katta shaytonlar. Bu shaytonlarki 3 joyga Ismoil alayhisalomni vasvas qilgan joylari tosh otganlar. Biz sizga endi mana shu farzlikka kelib tosh otish bo'yicha